Bugungi obzorimizda Kia Sonet'ni to'liq obzor qilib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Oylik to'lov 2.700.000 so'mdan chiqarib beraman. Hech qanday foizlarsiz Kia Sonet modelimizni o'zini tan narxini bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Aytgancha, agar naqd to'lovga xarid qilsangiz, propan bonusga qo'yib beramiz. Aksiyamizdan unumli foydalanib qoling. Vaqtinchalik qo'yilgan, shoshilamiz. Xohlasangiz foizsiz рассрочкаga ham olishingiz mumkin. Boshlang'ich 30% ni to'lov qilasiz, 18 oyga hech qanday foizlarsiz uzun narxini bo'lib berasiz. Agar siz 50% ni to'lov qilsangiz 24 oy, 60% ni to'lov qilsangiz 36 oygacha hech qanday foizlarsiz o'zini narxini bo'lib berasiz. Misol uchun 200 millionlik mashina 100 millionni berasiz, qolgan 100 millionni 2 yilga yoki 60% ni to'lasangiz 3 yilgacha qilib berasiz. Bular hammasi 1.5 lik atmosferli motor bo'ladi. 115 ta ot kuchiga ega. 5 yil yoki 150 ming kilometr kafolati bor. Ko'rib turganingizdek, uncha-munchaga benzin tanlamaydi. Rasxodlari ham kam. 4.5 litr, 5 litr rasxod qiladi. Shahar ichiga 7 litr, 6.5 litrgacha benzin sarflaydi. Bularda hammasi LED fara bo'ladi. Xo'p, 60 ga 16 lik razmerda ballonlar, yumshoq. O'zida beskutchoy dostuplari bor. Hamda kelingizlar, orqa qismini ham ko'rsataman. Orqa qismida ham o'zida orqa kameralari va parktronik datchiklari bor. Keyin bagaj obyomi ham keng, qulay, 392 litr bagaj obyomi, bemalol metan, propan qo'ysangiz bo'ladi. Yanada ko'proq ma'lumot olish uchun Kia Deno avtosalonimizga tashrif bering yoki pastda qoldirgan nomerlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Biz dam olish kunlarisiz ertalab soat 8 dan kechki 7 gacha ishlaymiz. Sizlarni Deno Kia avtosalonimizda kutib qolamiz.